أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taolaning fazl ihsoni va inoyatidan At-Tafsirul Muyassar degan tafsirning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Niso surasining 87-oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Kelganing o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den o. 'Uyg'urcha tercümesi. 'Uyg'urcha terjimasi. 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 'Uyg
Allah'tan başka hiç mabut berhak yoktur. Allah şeksiz buluduğun kıyamet günüde sizlerini hesap ediş için mahşergahga cezmen yığıdı. Allah'tan mı doğru sözlük kim var? Yani sözde, vaadiste Allah'tan mı sadık hiç kim yok. Ey müminler! Sizler nemişki münafıklar doğrusunda iki guruhga bölünüp gitsizler? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah ozurg'an kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Allah gumroh qiladi ekan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Ular sizlarning o'zirda kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yolida hicret qilmoqcha, yani hicret qilish orqali iymonini isbot qilmoqcha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yolida hicret qilishdan yuz yursa, ularni qayerda topsanglar shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yuraklar siqilib, ya'ni sizlar tarafmo emas, o'z qavmi tarafmo emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Yani mundaqlarni o'ltirmanglar va asra olmanglar. Agar Alloh xohlasa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushadi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib sizlarga qarshi urush qilishga jur'atli qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga chiqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. İmanini izhar qilish bilan sizlardan omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhor qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar shu yerda asralanglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ular qarshi, ya'ni asr elishga, o'ltirishga ro'shan paket ato qildik. Xo'sh, Allahu la ilaha illahu. الله وحده المتفرد بالألوهية لجميع الخلق لا يجمعنكم يوم القيامة الذي لا شك فيه للحساب والجزاء ولا أحد أصدق من الله حديثا فيما أخبر به. Fakat Allah Subhanahu ve Taala'nın özü yalğızgınak bütün mahlukatlarga ilah buluşqa bir zattır. O zat sizlarni eningda hesap nisap ve bir tatish uchun shak bo'lmagan qiyomat kunida
albatta sizlarni toplaydi. Söz jihatda Allohdan rostchil so'zchi yo'q. O'zing qilgan xabarida. فما لكم أيها المؤمنون في شأن المنافقين إذ اختلفتم فرقتين فرقة تقول بقتالهم وأخرى لا تقول بذلك والله تعالى قد أوقعهم في الكفر والضلال بسبب سوء أعمالهم أتودون هداية من صرف الله تعالى قلبه عن دينه ومن خذله الله عن دينه واتباع ما أمره به فلا طريق له إلى الهدى. Nim bo'ldi ey mu'minlar sizlarga munofiqlar haqida? O'zaro talash tortish qilib bilib, ikkiga bo'linib ketib qoldinglar-ku. Bir firqa deydiki, u munofiqlarni o'ldirish lozim deydi. Yeni birisi olsa, onun aksini deydi. Allah subhanahu taala o münafıklarının qilgan vahşi, yavuz amali sabablik küfür ve azgınlıkka düşadi. Allah onun kalbini öz dinidan qayırvatkan kişini hidayet to'g'ri yo'l boshlashdan maqsad qilamizlar. Allah onun kalbini öz dinidan nima qilishni qaytirayotgan kishining hidoyatini yaxshi ko'ramizlar. Kimiki uni Alloh subhanahu taolo o'z diniga yoki hidoyat qilishdan tashlayotgan bo'lsa va u diniga buyruq qilishdan buyurgan narsaga agishishdan tashlayotgan bo'lsa, uning uchun hech bir to'g'ri yo'lga boshlaydigan, uning uchunchi hech qanday hidoyatga yo'l yo'q. تمنى المنافقون لكم أيها المؤمنون لو تنكرون حقيقة ما آمنت به قلوبكم مثل ما أنكروه بقلوبهم فتكونون معهم في الإنكار سواء فلا تتخذوا منهم أصفياء لكم حتى يهاجروا في سبيل الله برهانا على صدق إيمانهم فإن أعرضوا عما دعوا إليه فخذوهم أينما كانوا واقتلوهم ولا تتخذوا منهم وليا من دون الله ولا نصيرا تنتصرون به. Münafıqlar sizlar üçün ey müminlar, sizlarning qalbinglar ininga iman etgan narsaning haqiqatini inkor qilishni arzu qiladi. Qandaqki u munofiqlarmicho shu iman keltirgan narsaning o'zini o'z qalblari bilan inkor qilganga o'xshash munofiqlarmi sizlarmi shuni inkor qilib shu bilan bir saf bo'lib ketishinglarni mushni arzu qiladi. Anından keyin bo'g'aysizlar u munofiqlar bilancho bu haqiqatni inkor qilishda o'xshash barobar bo'lishinglarni mushni arzu qiladi. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَصْفِيَاءَ لَكُمْ. Sizlar unda qo'ygandan keyin bu munofiqlardan o'zinglar uchunchi sirdosh, do'st hargiz tutmanglar. Hatto o'zining iymonidagi rostchilikka hujjat bo'lsin uchun Alloh yo'lida hijrat qilgan qadar ulardan hech bir do'st, bir ishonchlik, buning bir sirdosh tutmanglar. Eğer ular inin çakırılgan narsadan yüz örüp başlatsa, ularni xalığaya tutunlar ve xalığaya tutup öldürünler. Ulardan hiç qandaq Allah'ını qo'yib turib bir do'st tutmanglar ve ular bilancho
ular bir nim qildigan, ularni yordam talab qildigan bir yordamchi tutmanglar ulardan. لكن الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم وكذلك الذين أوتوا إليكم عذرا وكذلك الذين أتوا إليكم وقد ضاقت صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم كما كرهوا أن يقاتلوا قومهم فلم يكونوا معكم ولا مع قومهم فلا تقاتلوهم ولو شاء الله تعالى لسلطهم عليكم فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين ولكن الله تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرته فإن تركوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مستسلمين فليس لكم عليهم من طريق لقتالهم لكن الذين يتصلون لكن bu yuqorqi xalg'ayyada asralib xalg'ayya tutib o'ltirishga ruxsat qilingan bu jamoatdan bular mustasno. Kim ular? Allazina yattasiluna biqavmin baynakum va baynahum. Sizlar bilan o'zlari orasida yana bir qavm bor ekanda, bu qavmga aloqa qilibdi bular, aloqa qilganlar. U qavm kim bilan aloqa qilibdi? Bir qavmga. Ki sizlar bilan u ash qavmning orasida bir ahdi misoq, bir to'xtamdan bor ekanda, bir urushmaslik, bir-birisining haq huquqiga tajovuz qilmaslik, uning zaminlarga chegarasiga bosib kirmaslikdan iborat. Sizlar bilan ular orasidagi ahdi misoq bir nima alayda bir to'xtamnoma, hujjat, mandaq bir bo'lib bitilgan hujjat bo'lgan mushunda bir qavmga aloqa qilibdi ular. U qavm bo'lsa sizlar bilanmi va nim bakan bir arang to'xtam bakan. Undaq odamlarga uni pala tuqatiluhum. Ular bilan urushmanglar. Shunga o'xshash ular yana sizlarning qashonlig'i o'zi kelibdi. Kelib ularning yuragi siqilibdi-da. Va sizlar bilan urush qilishni yoqtirmabdi asosan. Qandaqki o'z qavmiga urush qilishni yoqtirmaganga o'xshash sizlarga urush qilishni yoqtirmabdi. Ular o'z oyoq bilan, o'z qadim bilan sizning oldinglarga kelibdi. Bularmi ham qandaq fala tuqatilum. Ularni o'ltirmanglar. Ular bilan urush qilmanglar. Ularmi bu yuqorqi ahkamdan bo'lmacha mustasno. Ularcha o'z qavmiga urushni yoqtirmabdi. Yoqtirmagandek sizlarga urush qilishni yoqtirmagan bo'lsa, yani demak ular falam yakunu ma'akum va la ma'akum. Ular sizlar bilan bo'lanmabdi va o'z qavmi bilan bo'lanmabdi. Ama shuna arsallik qilib, najurg siqilib, mushu ikki taraf oralig'idagi jangi jadal, mushu urushdan iborat bo'lib qolganiga ko'ngil qilibdi. Bundaqlarni mo pala tuqatiluhum. Bular bilan urush qilmanglar, yoki bularni o'ltirmanglar. Agar Alloh xohlagan bo'lsaydi, ularni Alloh subhanahu va taolo sizlarning ustinglar uchun bir hukmron qiladi. Shu ashqaqning o'zine, sizlarning qashingligimi kelmay, o'zining to'may, o'zining qavmining mavqifidan to'may, mushnara to'g'anlarni buni o'ltirmanglar. Agar Alloh xohlasa aşılarını sizin üstünlarda musallat qilgan bo'ladi. Uni bizcha bir hukmronlik qilgan bo'ladi. U vaqtda falaqatalukum. Albatta u vaqtcha sizlar bilan urushadi ular. Alloh ularga bir kuch-quvvat ato qilib, bunday qilgan bo'lsa. Falaqatalukum ma'daikum minal mushrikina.
Albatta ular sizlarga sizlarning dushmanlaringlar bilan mushriklardan iborat bo'lgan dushmanlaringlar bir saf bo'lib sizlarga urush e'lon qilgan bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taolo ularni nima qilgan bo'lsa bir musallat qilib ustinglarda sizlarning ustinglarda bir kuchli qilgan bo'lsa mushriklardan iborat dushmanlaringlar bilan bir safda turib sizlarga urushishgan bo'ladi ular. Shu ularga ish qilmanglar, o'ltirmanglar. Chunki ularning yuragi siqilib, bular bir tinchparvarlikni yaqilganlar. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularni sizlardan o'z fazli qudrat ilohiylaricha qaytaryapti. Ularning qalbini burab, sizlarning zihningizga harakat qilmaydigan mushundoq bir o'tirda qilishga muyassar bo'ldi bular. Lekin Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti ularni, sizlardan qaytaryapti o'z fazldan, o'z qudratlar. Agar tarkassa ular sizlarni, ya'ni sizlarga qo'l uzatmasa, sizlarga tig' uzatib, sizlarga qurol ko'tarmasa, falam yuqatilukum. Andın ular sizlarga urush qilmagan bo'lsa, fa in tarakukum falam yuqatilukum. Yani sizlarni tarkassa deganlikning o'zi sizlarga urush e'lon qilmasa, sizlarga urushmasa. Vanqadu ilaykum mustaslimina. Va sizlarga taslim bo'lgan holatda bo'ysunsa, bo'ldi sizlarga biz itoat qildik. Sizlarning deganinglar gap, deganinglar degan. Biz sizlarga hargiz urush e'lon qilmaymiz. Sizlarga bundan keyin biz qurol ko'tarmaymiz. Biz sizlarga endi tinchparvar odamlar deb sizlarga taslim bo'lgan holatda bo'ysunsa, falaysa lakum alayhim min tariqin liqitalihim. Sizlar uchun ularning ziynigicha ularni o'ldirish yo'li yo'q. Biz kuchlandik. Ular aciz bo'lgandan keyin biz uni bitirib qo'ysak bo'g'dak deb ularning qini to'kishga bo'lmaydi. Yo'q, sizlar uchun ularning ziniga ularni o'ldirishga yo'l yo'q. Ularni o'ldirmanglar, ularni urush qilmanglar. ستجدون قوما آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم فيظهرون لكم الإيمان ويودون الاطمئنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين فيظهرون لهم الكفر كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين وقعوا في أسوأ حال فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم ويقدموا إليكم الاستسلام التام ويمنعوا أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة واقتلوهم أينما كانوا وأولئك الذين بلغوا في هذا المسلك السيء حدا يميزهم عمن عداهم فهم الذين جعلنا لكم الحجة البينة على قتلهم وأسرهم. Bir yerde münafıklardan yeni bir türküm adamlarının balığını bayqaysan. Ular olsa qanday qiladi? Yaxshi ko'radi. O'z nafslar tarafiga bir xotirjamlikni yaxshi ko'radi sizlar tarafdan. Hejib, undaq qilib, tulkili qilib, ko'ngildagining aksini bayon qilib, yolg'ondan. Mushuna qilib, sizlar tarafdan-cho qanday qiladi sizlarga iymonni oshkor qiladi ular. Iymonni oshkor qilib, mushundaq kufrni maxfiy qilgan yana bir qavmning borlig'ini bayqaysan. Bular olsa yana qanday qiladi sizlar tarafdan ham xotirjamlik ko'rishadi, iymonni izhor qilishlarni. Va yaxshi ko'rdi xotirjam bir huzur elishni. O'z nafslariga o'zlarining kofir qavmi tarafidan ham o'ziga bir amallik, bir huzurlikka erishishni yaxshi ko'rdi bular. Qaysi sabab bilan desa ular o kafir qavmiga kufrni izhor qilishlar. Biz bilan billa
Biz ular mında g'ijib, voy biz musulmon bo'ldik deb qo'yganimizdan billah. Biz sizlar billah har vaqtda biz sizlarning sepinglarda deb ularga kufrni izhor qilishdan o'z nafslarigacha o'zining kofir qavmlari tarafidan bir itminonni yaxshi ko'rdi, bir xil huzurliq xotirjamlikni mush yaxshi ko'radi. Demak, buladimi bir amallikqa erishadi. Har vaqtdaki bu toifaning munofiqlardan bo'lgan bu toifaning o'zini kufr diyoriga va kofirlarning diyoriga qaytarilsa, ular nihoyat battar, favqulodda yomon, yovuz, vahshiy ahvolga tushdi bular. Bular agar sizlardan qaytmasa, bularning hukmi boshqa. Bular agar sizlardan qaytmasa, ya'ni sizlardan qo'l yig'masa, sizlarga bu qoral tanlashdan o'zini totmasa va yuqaddimu ilaykumul istislama at-tamma va sizlarga to'liq taslim bo'lmasa va yamna'u anfusahum an qitalikum va sizlarga urush qilishdan o'z nafsini yig'masa hammasi illam yansarifuga atbi va yuqaddimu va yamna'u ashla. Ularni zodi kuch bilan tutinglar uni. Qat'iy harbiy kuch ishlatib fahuzuhum biquvva. Uni kuch bilan bitirib qilinglar. Vaqtuluhum aynama kan. Nadil bo'lsin, tutqayadi uni o'ltiringlar. Ular bo'lsa mushu yovuz, mushu yomon, vahshiy mushu yo'lda, mush maslakchi bir chegara, bir shundoq yetib ketdiki, ularni boshqalardan ayirib beradigan mushundaq bir haddil fasilga yetdi bular. Shu sababdan bularni tutqayadi, asaralib tutqayadi qalbisini jinidan judo qilish, tinidan judo qilish. Bunda qilinglar. Ammo yuqorqi unda qilish bo'lmaydi. Chunki yuqori ularniki ichsiqlab, vala o'z qavm tarafga yo'lanmay, vala va musulmonlar tarafga yo'lanmay mundaq nihoyat bo'lganlar. Mala attab fursat topadigan, uni qoral ko'tiradigan, uning zinda musulmonlarning zinda harakat qilganlar. Shunga bular o'su qanday qoldi deganda, bularni o'zlarining boshqalardan ayirib turgan shundaq chegara, shundaq haddil fasilga yetdi. Nimada mushu yovuzlik, mushu vahshiylik yo'lda. Shu sabablik fahumul lazina ja'alna lakumul hujjatal bayyinata ala qatlihim va asrihim. Mushu sababli qanday qildik? Sizlarning foydanglarga, sizlar uchun ularni o'ltirishga va ularni asir olishga ochiq oshkora bir hujjat qildik deydi. Xo'sh, oyat karimida o'zimizga ma'lum bo'lgan miqdorda ba'zi balog'iy taraflar bo'lib qolsa, uni qilishga urinamiz, qilishga inshaalloh. Famalakum fil munafiqina. Buningda nimadir sen uchun? Nimadir sizlar uchun, ay musulmonlar? Munofiqlar haqida nima uchun bu talish-tortish ikki bo'linib ketisizlar? Nima bo'ldi sizlarga degan. Buningda istifhom inkoriy banda. Istifhom inkori. Unda qilmasam olmamdi. Ular nima foydasi sizlarning ular haqida nima qilish haqida? Ularning ish kuchlarini, ularning daftarini turadigan men, ular haqida hukm chiqargan men, ular boshqani qotirib avarolmanglar. Sizlarga nima bo'ldi? Unda qilmanglar demoqchi. Istifhom yerda famalakum bu istifhomdan istifhom inkor ma'nosida. Elangdan boshqa en tahdu aturiduna en tahdu men adallalloh. Bunun da tibah var da. Tibah degan nima desa bir narsalan uning ziddi orlig'ida bir jami kelish tibah degan. Buna tibaq al ijab bor. Tibaq al ijab va tibaq salb degan gap bor. Mana tibaq al ijab. Tibaq ijab degan bir ikki ziddan ijaban va salban muxtalif bo'lmadi. Balkim ma'nan muxtalif. Masalan, tahdu adallalloh. İkisi bir-birisiga
Bu zıt bir zıt mı zıt, ama bu zıt oluşu icaben ve selben emas. Hiç kana harf nepi o bu birisi kirip yani birisi kirmey mandak ne bu kalmadı zıt bulmadı. Ama manen. Bunun bir mandak bir narsaniki nima olsa şey ve şeyinin zıddının bir kalamda cemil kegelliginin üzerine tibah deydik. Bunun o'zida tibahvat deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz vaqt itibari bilan shularga kifoyalimiz. Darsimiz Alloh xolisa atda bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.